Assalomu alaykum ağalar, xudo xolasa. Biz yakunlangan Xitoydagi ish faoliyatini boshlaganmiz. Xudo xolasa nasib etsa, bugungi zakazlarimiz naqd pulda bo'ldi. Naqd pul asosida ağamizga onlayn savdoda yetkazib beramiz. Hozir mashinalarimiz kelgan, o'zimiz skladdamiz. Hamma jarayonni to'liq sizga yoritib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa elektronlik kabinkali, benzinli, pol kabinka, bundan ham tashqari yana yangiliklarimiz xudo xolasa kelyapti. Avvalo bu mototsiklimiz haqida aytsak, xudo xolasa bu Qarekengning gigant mototsikli. 220 ga 140 razmerdagi 2 tonnalik tek Zonshim motorlar qo'yilgan. Mana tablolarini ko'rishingiz mumkin. MP3'lari bor. Mana pultlar, signalizatsiyalar qo'yilgan. Shamoldan to'sib turuvchi aynalar uстановка qilingan. Oldi mordalari ham boshqacha dizaynda qilingan bo'ladi. Cavallo brendi ostida ishlab chiqarilgan bu mototsiklimiz gigant. Xudo xolasa naqd pul asosida yetkazib beratormiz. Bu dastavkamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Shomonay rayonida bo'ldi. Mototsiklimiz 200 lik Zonshim motor. Водяное охлаждение bu hisoblanadi. Понижениylari bor, tormozning sistemalari жидкостный bo'ladi. Вот resorlar arqa moslar usilit qilingan bo'ladi. Bundan tashqari baquvvat resorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana juda qalin resorlar bilan uстановка qilingan bo'ladi. Assalomu alaykum. Har mototsiklni yoqqanda salom beradi bu mototsiklimiz. Cavallo sizga oq yo'l tilaydi. Jayxun Motorsda bugungi bu savdomiz naqd pul asosida bo'ldi. Ağamizga internet orqali tanishdik. Yetkazib bermoqdamiz. Ağalar bizni kuzatishda davom eting. Mototsiklimizning narxi 25 million so'm bo'ldi. Xudo xolasa mototsiklimizni o'zining manziliga yetkazib beramiz. Ağalarimizga o'ng bo'lsin aytamiz. Shunday texnikalardan ko'pini olish nasib qilsin. Xudo xolasa bu onlayn savdomizni o'z manziliga dastavka qilib yetkazib beramiz. Ağalar bizni kuzatishda davom eting. Jayxun Motors jamoasi doim siz uchun xizmatda. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' omon bo'ling. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.